1970-yilda Sibirning chekka hududlarida Sovet olimlari ulkan burg'ulash loyiha olib borishdi. Maqsad yer qatlamlarini o'rganish edi. Ammo 12 kilometrdan oshgach, ular umuman kutilmagan narsa bilan to'qnash kelishdi. Burg'u ochilgan joydan juda g'alati tovushlar kelib chiqishni boshladi. Bu tovushlarni yozib olishdi va keyinroq do'zax ovozlari deb nom berishdi. Ularning iddaosiga ko'ra, ovozlarda inson qichqirig'i, azoblanayotgan ovozlar aks etgan edi. Ushbu ovozlar oradan o'tgach, ko'plab paranormal nazariyalar tarqaldi. Ko'pchilik buni yer ostidagi g'ayritabiiy hayotga ishora deb o'yladi. Boshqalar esa tovushlar toshlarning siljishi yoki boshqa tabiiy jarayonlar natijasida paydo bo'lgan oddiy akustik hodisa ekanini aytishdi. Lekin bu hodisa hanuz javobsiz. Ammo bilasizmi, ushbu hodisadan keyin boshqa bir sirli voqea Sibirda ro'y berdi. Aytishlaricha, Tunguskada yer ostidan g'alati yorug'lik ko'tarilgan va to'siq bilan o'ralgan hududdan hech kim qaytib kelmagan. Bu haqida to'liq tafsilotlarni Telegram kanalimizdan topasiz. Havola esa bu yerda.